oldin xotinlar ko'chada yursa, qaysidir bola dada deb borsa, ana siz xiyonat qilgansiz deb janjal ketadi. Hozir boydan beri bitta qizaloq erim orqasidan dada deyapti-da. Qani ketib qoldimi? Eng qiziqichi sizga o'xshar ekan, sap-sariq. Chiroyli bola ekan-da, takoy meni yoshligimga o'xshagan. Ha, o'sha-da. To'xtayman. Hozir qani endi u qizaloq? Bu yoqdamiz. Ketdi dada deb naryoqdan qidirib. Siz nima qochyapsiz qizingizdan? Boring, olib qo'ying. Yuragim bitta shu aytdi-yu. Yo'q, Nahotki topib keldi deb. A few moments later. bular botga qo'yib yig'tirmaysiz. Nega? Voy, tashib ketavering narsalarni. Sabab Rahmat dastavshi. Boring, qizingizni ol dedi. u ketdi. Ha, ketgan bo'lsa kutib turibdi. Dada deb baqirganini ko'rmadingizmi? Men bir marta ko'rsam bo'ldi dedim, olib kelishibdi. Chiqib keting, boring.